huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sizga yaxshi gapirsa, har doim ham bu yaxshi gaplarga uchmang. Bu sizni aldab, ya'ni sizga psixologik ta'sir o'tkazib, sizdan gap olish uchun o'ylab topilgan bir nayrang bo'lishi mumkin. Yaqinda bo'lib o'tgan bitta keys aytib beraman. O'zim ishtirokimda bo'lgan. Shu ichki ishlarga bordik. Tezkor xodim, ya'ni oper mijozimizga yaxshi gapiryapti. Ya'ni qaysi ma'noda? To'g'risini ayt, men senga yordam beraman. Har doim ham qonun ishlamaydi. Men senga qo'limdan kelgan narsani yordam beraman. Qonunni bir chetga qo'yib qo'yamiz. Uncha ahamiyati yo'q. O'zbekchilik degan narsalar bor deb avrashga tushyapti. Bunaqa holatda umuman tushuncha borki, ichki ishlarga bordingmi, prokuraturaga bordingmi, u yerda yema ham, ichma ham degan. Ya'ni bu nima degani? Xodim sizga choy berishi mumkin, suv berishi mumkin, sizni ya'ni ishonchingizga kirib, o'zini siz tarafingizda ekanligini ko'rsatib, sizdan ma'lumot olishga harakat qiladi. Hech qachon xodimning qo'lidan yemang ham, ichmang ham. Ya'ni uni yaxshi gapiga uchish kerak emas. Har qanday holatda ham qonun bor. Men sizga yordam beraman, sen qamalmaysan, sen chiqib ketasan, yo shunga o'xshash xullas, sizni foydangizga ishlaydigan holatlarni aytsa, unga ishonish kerak emas. Qonun doim amalda. U qonunni buzib yoki qonunni chetlab o'tib sizga yordam bera olmaydi.